1,5 kubali mikserga ham Davron aka bunga ham skidka bormi? Bor. Bu o'zi narxi qancha edi? Bu juda ham qimmat emas-a bu o'zi? Yo'q, qimmat emas. Aha. Borani normalniy mashinaning puli. Ha. Lekin kuniga 3 million pul topar kamida deng. Ha, bu mashina topa olmaydi bu pulni. Ha. Biznesga chiqadimi? Ha. Premiumga chiqadimi? Foydasi yo'q. VIP-ga chiqsa ham foydasi yo'q. Sizon payti olib qol, bosib qol, ishlatib qol degan joy. Kuniga 200-300 dollari bor buni. Bor. 1,5 kubali mikserlarni o'zini odamlari bor olamda. Pul yig'ib qo'yganlar bor. Misol lizing kreditga ham chiqarsa bo'ladi-da. Arzimagan summa bilan chiqib ketadi. Boraning 80 million bilan ham chiqarsa bo'ladi. Buni, ha? Ha. Bemalol olib chiqib ketishadi. Qarang, hozir bitta narsa qilaylik. Buni bitta qisqa obzor qilishdan oldin siz buni eski narxini ayting. Keyin bitta obzor qilganimizdan qanchaga skidka qilganingizni deb aytasiz. Bo'ladimi? 285 million. 285 million bo'lgan eski narxi, mana e'tibor berib qo'yasizlar. Bu beli aylanmas ekan-a buni. Bitta obzor shuni ko'rsating shunisini. Qanaqa aylanadi bu? Qurugi bo'ladi, mana bu hammaga o'xshagan. Anaqa? 2,5 kubali qurugi bor. Ha, kabina bilan aylanadi bu. Birga kabina bilan aylanadi. Aha. Bu endi 1,5 kubali kichkina o'zi, ob'yom katta emas bunda. Juda ham 2,5 kubaliga o'xshaydi. Shunga barabar qo'yilmagan, shu o'zida belidan. Agurchiklada, ha? Qayerda? Ha, belidan, kardani belidan. Ha. Ko'rib qo'yasizlar, kichkinagina gabaritni bu joyga kirib chiqishga ham qulay ekan. Bu motorlar qanaqa? Turbinami bu? Oddiy motormi? Motorlarni mana birkalarida yozib qo'ygan o'zini to'g'ri. Bitta cho'zib ketamiz birkalarni ham. Aha. 3 tonna 800, qarang mana. Ishlar yuki anaqasi. Ha, 4 tonna 300 polni o'zini og'irligi. 58 kilovat. Bemalol sizga 80 ot kuchini beradi 58 kilovat. Ha, mana 25 ekan-a yili. Yili 25. Motorni ko'rsak bo'ladimi? Bemalol motorni ochib ko'rsataylik. Motor turbina. Dutik katta motor. Ha. To'la turibdi lekin turbina motor ekan. Radiatorlari katta. Ha, katta radiatorlar. Arzon radiatorlar qo'yilmagan, yaxshi sovutadi, issiqladi. Ha. Suv baklari bor. Suv baklari. Bu tomonda ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu yerda рабочий kamerasi bor ekan. Gabarit ko'rsatib turadi. Gabarit ko'rsatib. Mana konditsioner radiatori. Konditsioner radiatori. Bu tomondan balonlarga e'tibor berasizlar. Shiroki. Qaralari. Ha, mana bu yerda ham kamerasi bor ekan, qarang. Pastda. Pastda mana рабочий kamerasi bor ekan. E'tibor berib qo'yasizlar. Ishlatishga qulay. Mana vibratsiyalari bu mana ichi. Hozir bu narsa sekret emas, bu narsa ochiq oyda. Hozirgi kunda bilasiz, kottejlar ham qurilyapti. Tor mahallalar. Ha. Haligi 1 sotuq, 1,5 sotuqlik joylarga kottejlar qurilyapti. Tor joyga high-tech qilib, kichkina joyga baland etajli kottej qurishadi. Ana shu joyda orasida ham ketaveradi-da bu. Ha. Bemalol. O'shalar qurilishlarga zo'r, spetsifik, o'ziga xos. Mana 2,5 kubalik to'xtalik qiladi o'tib kirish. Ha. Bular qulay. Shiq kirib ketaveradi. Betonlarni qorib to'kib ishlatib beradi. Bu lizing kredit qilsak bo'ladi-a, buni demak. Bo'ladi. 30% bilan bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. 30% bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Xo'p, endi bunga 285 million dedingiz. Skidka narxi qancha? 265 millionga tushirdik. 20 million katalogni skidka bo'ldi. Yo'q, avvalgi videolarimizdan ham topsa bo'ladi. Narxlar aytilgan, tekshirib olasiz. 1 kubalik narxi qilib beryapsizlar-ku buni. 285 million texnika, 220 million so'm skidka akalar. Mana murojaat qilaverasizlar. Davron akamizni sotuv bo'limidagilar nomerini qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Lizing kredit bor. Hamma to'lov turi bor. Yana ham skidka qilib berasizlar. Kelsa yana 1 so'm beramiz. Yek gap yo'q, mana qaranglar. Faqat Temir Xotin kanal nomidan kelasiz, like bosgan bo'lishingiz kerak. Tekshiramiz lekin. Jo'natinglar. 1,5 kubalikni fanatlari bor. Olaman deb yurgan, pul yig'ib, qattaligini bilmaydi, qatta skidka bo'layotganini bilmaydi. Hozir yoz payti, sezon payti. Uncha skidka qilmaydi akalar hozir. Hozir sotib oladigan payt. Shunaqa. O'shanga biz mana sezon endi yoz endi kelib kelyapti. Sizlarga qulay bo'lsin, skidka qilib qo'ydik. Olinglar, bosib ishlatinglar. Murojaat qilaverasizlar akalar, mana tayyor texnika sizlarga. Tayyor biznes bu, bitta hunar bu. To'g'rimi? Bitta misol uchun pagurchiklar olishyapti-da. 18 dan sotamiz-ku bilishadi. 18 larni telefon qilishadi. 5-sinf o'g'lim haydayapti. Qo'ysa vashimasa qilaman. 5-sinf bola boshqarib. Hunar bo'lyapti, ish o'rganyapti. 9-sinf o'g'lim deydi, Qashqadaryolik. Kimga keladi? O'g'ling olib-chi, bir anaqa qilaylik, yordam deysin deydi. O'zi deydi, bunda qulluq qilib keladi. Eshik oldida salom berib kelishadi deydi. O'zim shu paytgacha xabar olmaganman deydi. O'g'limni qidirib kelganga xursand bo'laman deydi. Akalar, nevaranglar bor, o'g'linglar bor. Sezon mana kanikulga chiqayotgan payt. Olib beringlar, ishlatsin, o'rganadi, osongina ishlatsin. O'zi 1-2 marta o'rganib nima qilsa qo'li chiqib ketadi bir pasda. Shunday. Rasxodi ham kam bo'lsa kerak bularni. Pul topish qadrini biladi. Ertaga uylangiz kelib qoladi pul topgandan keyin. Uylanmay yurgan o'g'lingiz bo'lsa. Shunaqa bo'ldi akalar, murojaat qilaverasizlar pastdagi raqamlarga. Davom etamiz, Davron aka bo'lmasam. Charchamang, ketdik.